Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana dubl kabina motorimiz. Usta bag'ishlari bor. 6 takla motor, 68 ga kilometr. Dubl kabina. Lüks. Orqaga ham ikki kishi bemalol o'tiradi. Sizinasi ham orqaga yotib turadi. Mana bu skorisi, pechkasi. Pechkasi ishlayveradi. O'zim svetlari endi qo'shgandan keyin ishlaydi. Mana luklari ham bor. Mana bular ventilyatorlarlik. Mana sidinasi. Tortsa tortiladi. Bu yoqqa suriladi. Bunisi ham bu yoq. Tortsa tortiladi, sukut ishlab. Orqadagilar ham bemalol o'tirib ketaveradi. Bu motorimiz 1 tonnalik. 70 kilometr qo'yilgan 6 ta. 72 ga 70. Antiyagilari ham yotadi. Bemalol preslarni ortib ketaverasizlar. 100 tagacha pres ortsa bo'ladi. Bu benzinlik motorlarimiz bor. Alp Motors. Bu 500 kiloligimiz bu. Mana bu 200 kilo yukni ham ko'tarib ketaveradi. 3 ta odam o'tirsa ham bo'ladi. Tumankalari ham 2 tadan 4 ta tumankasi bor. Mana skuterlarimiz, mana bu skuterimiz prava so'ramaydi bunga. Mana bular katta skuterlar. Bularning orqasi, oldi jitki tormoz. Velisi skuterimiz bu. Bu benzinligimiz. Bu Cavalla firmasiniki. Benzinlik bu. Dizellik motor. Bular trisikl zontiklilar. Bu usti yopiq emas bular. Do'konimiz tijorat bozorini Surxondaryo viloyati Angor tuman tijorat bozori yonida. Mana bu Alp Motorsda 180 ga 130 razmerdagisi 200 kubli motor. Bunisi elektroniga o'xshagan benzinlik. Bu ham 180 ga 130 razmerdagisi. Mana bu maydasi bu. 160 ga 120 lik razmerdagisi.
Ular ham bezinliklarimiz.